Alaykum do'stlar, sizlar bilan Isa ICT. Bugun sizlar bilan ham bitim razbori, ham yaxshi strategiya haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Tak, agar sizlar yo'lda bo'lsanglar yoki biron ish qilayotgan bo'lsanglar, shunchaki choyni yo kofeni damlab joylashib olinglar, biz siz bilan boshlaymiz. Qani ketdik. Video foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni so'rayman. Like tugmasini bosib, keng tarqalish uchun, boshqa treyderlarga ham yetib borish uchun, foydali bo'lish uchun like tugmachasini bosib qo'yishlarini so'rab qolaman. Qo'llab-quvvatlashni. Qani ketdik do'stlar. Bizda USD CAD parasi dollar США hamda kanadskiy dollar 15 minutlik time frame. Biz hozir bir kunlik time frame ga o'tamiz. Qarang, bir kunlik time frame ga o'tsak, bizda nimalar sodir bo'lgan? Tak, hozir men hamma narsani o'chirib tashlayman. Tak, bu bitimni rasmchasini olib qo'yamiz. Qaranglar, biz bir kunlik time frame da turibmiz. Bu strategiya menga bugun $1,500 foyda olib keldi. Ya'ni birinchi ochgan bitim manipulyatsiyaga tushib qolib stop oldi, ikkinchisi take profit oldi. Qani ketdik do'stlar. Bizda qaranglar. D1 da order blokimiz bor. Ya'ni bir kunlik order blok. Undan avval narx bizda FBG dan tasdiq olib qaytgan. Ya'ni qaytgan, uzr. D1 FBG mizdan tasdiq olib narx qaytgan. Bizda keyingi yechilish kerak bo'lgan likvidnostlar katta ehtimol bilan mana bu likvidnostimiz bizda hozir bu sell side liquidity yechildi. Hozir mana 4 soatlik time frame ga o'tamiz. Qaranglar, 4 soatlikda nima bo'lgan? 4 soatlikda bizda mana bu likvidnost yechilishi bilan narx nima qilyapti? Narx pastga harakat qilmoqda. Ya'ni shu likvidnostlarni yechgan holda narx dalishi pastga harakat qilmoqda. Bizda bu yerda tasdiq beryapti. Tasdiq bergandan keyin birinchi sell bitimimiz bizda xatolik bo'lgan, mana shu yerda kirilgan, ya'ni tasdiq oldi deb aslida tasdiq oldi, lekin mana bu likvidnost hali narx yechmagan ekan, o'sha hisobiga biz stopimiz urib berdi. Sraz likvidnost yechilishi bilan men tasdiq berishi bilan savdoga kirdim. 1 ga 2,5 nisbatan bitimdan chiqilib ketildi. Tak. Qani bizni do'stlar, bitimni ko'rishlaringiz mumkin. Tak, bu yerda qaranglar, qaysi model shakllangan. Bizda ko'ryapmiz, D1 FBG dan narx tasdiq olib, bizda tasdiq olib buni MSS qilib bergan. MSS qilib bergandan keyin bizda yana H4 order blokimiz bor. Narx H4 order blokka yetib borib, dalishi uni sweep qilib turib, likvidnostni sweep qilib turib, bizda liquidity sweep strategy, ya'ni hech qanaqa nima deydi, murakkab narsa yo'q, hammasi oddiy, sizlarga tushuntiraman. Qaranglar mana. Bu model qanaqa shakllangan? Bu model masalan mana hozir ko'ramiz. Lower high, lower low, bizda lower high singan. Bu xuddi o'sha, ya'ni голова и плечо degan patternga o'xshayapti. Bizda mana bu yerda likvidnost shakllangandan keyin o'sha likvidnostni yechib turib, narx dalish pastga harakat qilmoqda. Buni qanday ishlatsak bo'ladi? Xuddi o'sha голова плечо patternga o'xshaydi, lekin u biz patternlar bilan ishlamaymiz, ICT konsepsiyasi bilan ishlaymiz. Tak, uzr. Mana ovoz edi bu. Tak, dalishi bizda mana bu yerda qaranglar, struktura sindirib bergan. Strukturani sindirib bergandan keyin Fibonacci tortamiz, qaysi zonaga to'g'ri kelyapti. Qaranglar, 0.5 zonamiz. Aynan o'sha 0.5 zonamizdan narx test olishi bilan srazi sellga qaytgan.
juda ham yaxshi ishlab berdi. Mana shu Fibonacci nastroykasini hozir ko'rib olinglar. Men sizlarga chiqarib beraman ekranga. Screenshot qilib olsanglar, sizlarga foydali bo'ladi. Tak. Video foydali bo'lsa, yoqqan bo'lsa do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Deyarli har kun bo'lmasa ham kun o'sha, ya'ni через день bugun darslik chiqsa, ertaga emas, indinga yana yangi darsliklar, bitim razborlari, hamma foydali narsalar, ma'lumotlar YouTube kanalimga joylanib boriladi do'stlar. Telegram kanalimda bo'lsa, hozir videoni tagiga Telegram kanalim qoldiraman. Bu yerda har kunlik bepul g'oyalar sizlar uchun hammasi Telegram kanalimda bo'lib o'tadi. Yana biron qo'shimcha savollar bo'lsa, tushunarsiz joy bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda bemalol savollaringizni berishlaringiz mumkin do'stlar. Hammaga omad, charchamanglar. Sizlar bilan Isa ICT.